Mentsiz miloddan avvalgi 372 taxminan 289-yillar o'tgan. Men koinot fuqarolaridanman degan ekan Mentsiz. U Xitoyning hozirgi Shandun va viloyatida hududida joylashgan Lu xonligida tug'ilib o'sdi. Mentsiz Konfutsiyning nevarasi Tzi Si qo'lida tahsil olgan. Bu faylasuf mamlakatni muvaffaqiyatli idora etishning 12 qoidasini ishlab chiqqan. O'zining ana shu g'oyalarini amalga tatbiq etish niyatida u hukumat tizimiga ishga kirish uchun Xitoyning turli xonliklarini kezib chiqib qisqa muddat Tzi xonligida maslahatchi bo'lib ishlagan. Insonparvarlikka tayangan holda davlatni boshqarish g'oyalarini hayotga tatbiq etish yo'lidagi behuda urinishlaridan so'ng Mentsiz vatani Luga qaytadi va g'oyaviy qarashlarini o'zi tashkil etgan maktab shogirdlari kitoblari orqali targ'ib va tashviq qiladi. Mentsizning asosiy asari Mentsiz deb ataladi. Lyudvig Feyerbax Mentsiz Xitoyning Konfutsiydan keyingi eng buyuk faylasufidir deb yozgandi. Mamlakatni muvaffaqiyatli idora etishning 12 qoidasi. Birinchi qoida: ezgulik va oliyjanoblikka tayanish. Insonparvar hukmdorning muxolifi bo'lmaydi. Fuqarolarni kuch bilan bo'ysuntirishga majbur etish mumkin, ammo qalblarini bo'ysuntirib bo'lmaydi. Odamlar davlat kuch jihatdan ustun bo'lgani bois bo'ysunishdan o'zga iloj topolmaydilar. Ezgulik va oliyjanoblik vositasida fuqarolarni bo'ysuntirish esa qalblarida quvonch tuyg'ularini uyg'otadi va odamlar haqiqiy itoatgo'ylikni namoyish etadilar. Donishmandlikda kamolga yetgan hukmdorlar dukkakli donlar va tariqni xuddi olov va suv kabi mo'l bo'lishini ta'minlaydilar. Ana shunda fuqarolar orasida insonparvarlikni o'ziga kasb etmagan bitta ham odam qolmaydi. Keyingisi: oliyjanob o'z burchini, pastkash esa o'z foydasini yaxshi tushunadi. Rivoyat qilinishicha, Yan xonligi hukmdori Mentsizni huzuriga chorlab, ota, siz hoynahoy oradagi 1000 li masofani mening saltanatimga biron foyda yetkazish maqsadida bosib o'tib kelgandirsiz, deydi. Shunda Mentsiz quyidagicha javob qaytaradi: Van, nima uchun gapni albatta foydaga burasiz. Hukmdor saltanatga qanday foyda keltirish kerak deb qayg'ursa, dafu oilaga qay yo'l bilan naf yetkazish mumkin deb bosh qotirsa, oddiy fuqarolar va shi esa qayerdan va qanday yo'l bilan o'zim uchun foyda orttirsam ekan deya g'am cheksalar, axir oliy va quyi tabaqalari foyda uchun o'zaro kurashga kirishgan davlat halokatga mahkum bo'ladiku. Agar foyda birinchi o'ringa chiqib, burch keyinda qolib ketsa, bu kurash hech qachon tugamaydi. Agar jen bo'lmasa,
hamma o'z qadrdon yerini tashlab ketadi. Burch bo'lmasa, hamma o'z hukmdorini unutishi aniq. Van nima uchun? Albatta, foyda haqida gapirish kerak. Ikkinchi qoida. Fuqarolarni doimiy mulk bilan ta'minlash. Doimiy mulkka ega bo'lmagan fuqarolar doimiy tuyg'ulardan ham mahrum bo'ladilar. Doimiy tuyg'ulardan mahrum fuqarolar esa parokandalikka uchrab tubanlashadilar va xohlagan ishlarini qiladilar. Uchinchi qoida. Donishmandlarni hurmatlash va qobiliyat egalaridan foydalana bilish. Ahli donishlar hurmatlanib, qobiliyat va iste'dod egalaridan foydalana bilgan hukumatda nodir shaxslar faoliyat ko'rsatadilar. To'rtinchi qoida. Soliq va o'lponlarni kamaytirish. Fuqarolardan matolar va arqonlar, tariq va guruch, muddatli og'ir jismoniy mehnatga majburlash kabi turli ko'rinishdagi soliqlar undirib olinadi. Sanab o'tilgan og'ir soliqlarning faqat bittasidan foydalanish mumkin. Ikkinchisini bir oz yumshatish lozim. Bir vaqtning o'zida ikkinchi turdagi o'lpondan ham foydalanmaslik darkor. Uchinchi tur soliqlar haqida esa gapirmasa ham bo'ladi. Chunki u ochlikdan o'lish hamda ota va bolaning ayriliqqa mahkum bo'lishi kabi og'ir oqibatlarga olib keladi. Toki oliy va quyi tabaqalar haddan ortiq foydaga intilaverar ekanlar, davlat halokatga uchraydi. Beshinchi qoida. Fuqarolardan foydalanish, ammo uni bajarayotgan ishidan chalg'itmaslik. Agar fuqarodan bajarayotgan ishidan chalg'itmay foydalanilsa, u mehnat bilan band bo'lishiga qaramay norozilik bildirmaydi. O'zgalarning hayotini saqlab qolish uchun odamlar qatl etilganda ham xalq norozilik e'lon qilmaydi. Omborxonalar to'lib toshgan taqdirdagina xatti-harakat qoidalari va burch nima ekanligini anglab yetish mumkin. Kiyim-kechak va oziq-ovqatlar yetarli bo'lganda obro'-e'tibor va sharmandalikning mohiyatini tushuna olish mumkin. Oltinchi qoida. Fuqarolarning ko'nglini olmoqlik. Fuqaroni qo'lga olmoqlik osmonni, falakni egallash bilan teng. Fuqaroni qo'lga olish uning qalbini zabt etish demakdir. Fuqaroning ko'nglini olish uchun uning istagan narsasini muhayyo etish hamda unga ma'qul bo'lmagan ishlarni bajarishdan tiyilmoq lozim. Keyingisi. 7-qoida. Xalqni qadrlay bilish. Mamlakatning asosiy boyligi uning xalqidir. Yer va don-dun xalqdan keyingi mavqeini egallaydi. Hukmdorlar 3 ta qimmatbaho boylikka egadirlar. Bular yer, fuqaro va boshqaruv ishlari. 8-qoida. Hurmatli kishilarga e'tibor ko'rsatish. Nufuzli zotlarga qahr-g'azab ko'rsatilmasa, mamlakatni boshqarish oson bo'ladi. Aql bilan ish yurituvchilar odamlarni boshqaradilar. Kuch bilan ish ko'ruvchilar esa
o'zgalar tomonidan boshqariladilar. Fuqarolar o'z boshqaruvchilarini boqadilar. Fuqarolarni boshqaruvchilar fuqarolar tomonidan ta'minlanadilar. 9-qoida. Inson tabiatidagi ezgulikning yo'qolishiga yo'l qo'ymaslik. Hosil mo'l bo'lmagan yillar ko'plab o'g'il farzandlar va ukalar bag'ritosh bo'lib qoladilar. Bu bag'ritoshlik koinot tomonidan ularga berilgan tabiiy sifatlarga bog'liq emas, balki ochlik ularning qalblarida yovuzlikni uyg'otishga sabab bo'ladi. Nafs shaytonni nimasi ekanda? Quroli. 10-qoida. Fuqarolarni ezgulikka yo'llash. Inson tomonidan sodir etilgan yovuzlik uning tabiiy sifatlariga bog'liq emas. Qadimgi Xitoy faylasuflaridan yana biri Geotsizi inson tabiati jo'sh urgan suv oqimiga o'xshaydi. Unga sharqdan yo'l ochsang, sharqqa tomon oqadi. G'arbga bursang, g'arb tomon shoshadi. Suv oqimi sharq va g'arbning farqiga bormaganiday, inson tabiatini ham ezgulik va yorug'lik kabi sifatlarga ajratib bo'lmaydi degandi. Men sizi bu fikrga shunday e'tiroz bildiradi. Chindan ham suv sharq va g'arbni ajratolmaydi. Ammo u past balandlikni farqiga boradi-ku. Suv pastga qarab oqqanidek, inson ham tabiatdan ezgulikka intiladi. Quyiga tomon oqishni istamaydigan suv bo'lmaganidek, insonlar orasida ham ezgulik tilamaydigan odamni topish mumkin emas. Agar suvni urib harakatga keltirsangiz, u boshingiz uzra ko'tariladi. Bordi-yu yo'lni to'sib harakatga keltirsangiz, u tog'lar qadar yuksaladi. Bu holatlar suvni tabiatiga bog'liq holda sodir bo'ladimi? Yo'q. Ular tashqi kuch ta'siri ostida sun'iy ravishda yuz beradi. Insonni ham ta'sir o'tkazib yovuzlikka undash mumkin. Chunki uning tabiati ham suvga o'xshaydi. Inson tabiatdan olijanobdir. 11-qoida. Boy berilgan narsalarni idrok orqali izlash. Ma'rifatning yo'li bitta. U ham bo'lsa yo'qotilgan narsalarni idrok ila qidirishdan iboratdir. Ichki idrok amriga bo'ysunmang. Katta inson bo'lasan. 2-darajali, ya'ni ko'z va quloq sezgilari. Tuyg'ularga amal qilsang, mayda odamga aylanasan. 12-qoida. Adolatni yodda tutmoqlik. Men sizdan so'radilar. Adolat tuyg'usining zamirida nima yotadi? Faylasuf dedi. Bu haqda gapirish mushkul. U juda ulug' va favqulodda mustahkam tuyg'udir. Bu tuyg'uni tarbiyalab to'siq qo'yilmasa, yerdan osmon qadar yuksaladi. Tafakkuringiz bu tuyg'uni unutmasin. Ammo uning o'sishiga sun'iy ravishda yordam bermang. Ya'ni suv saltanatining fuqarosiga o'xshab yo'l tutmang. Bu odam maysalarim
yaxshi o'smayapti degan o'yda ularni bir cho'zg'ilab chiqadi va uyga kelib, bugun juda charchadim, maysalarga o'sishlari uchun yordamlashdim deydi. Uning o'g'li darhol maysalar tomon chopadi va ularning so'lib yotganini ko'radi. Yer yuzida maysalarning o'sishiga yordamlashmaydiganlar ozchilikni tashkil etadi. Adolat tuyg'ularini tarbiyalashni keraksiz hisoblab, undan bo'yin tovlovchilar maysalarga ishlov bermaydigan kimsalarga, maysalarning bo'y cho'zishiga yordamlashuvchilar esa ularni cho'zg'ilagan sunlik fuqaroga o'xshaydi.